Coursera platformasida parolingizni o'zgartirish uchun yuqori o'ng burchakdagi akkauntingiz ustiga bosasiz va menyudan Settingsni tanlaysiz. Akkaunt qismining Password qismiga tushib, New Password qismiga yangi parolingizni kiritasiz. Retype Password qismiga uni qayta yozasiz. Kiritgan parollaringiz bir xil bo'lishi lozim. Ostidagi Change Password tugmasini bosib, parolingizni o'zgartirasiz. Parolingiz o'zgartirildi. Foydalanayotgan pochtangiz korporativ yoki biznes uchun bo'lsa va keyinchalik bu pochtani ishlatmaslik xavfi bor bo'lsa, progressingiz va yutuqlaringizni saqlab qolish uchun qo'shimcha pochta kiritishingiz ma'qul. Buning uchun Password qismidan yuqoridagi Personal Account qismiga alternativ email manzilingizni yozasiz va ostidagi Save tugmasini bosasiz. Qo'shimcha email manzili kiritildi. Akkauntingizni butunlay o'chirib yubormoqchi bo'lsangiz, akkaunt bo'limining eng pastki Delete Account qismiga tushasiz va Delete Account tugmasini bosasiz. Agar boshqa akkauntlarni ulagan bo'lsangiz, Linked Account qismidan Unlink tugmasini bosasiz. Unlink tugmasini bosish orqali boshqa akkauntlaringizni o'chirasiz. So'ng yana Delete Account tugmasini bosasiz. Ogohlantirish oynasi chiqadi. U bilan tanishib chiqib, barcha ma'lumotlaringizning o'chirilishiga rozilik bildirib, amaldagi parolingizni yozasiz hamda Delete Account tugmasini bosasiz. Xayrlashuv oynasi chiqadi. Pochtangizga ham akkauntingiz o'chirilgani haqida xabar keladi.